Aqoidi Zururiyya. Muallif Abduqodir Damollam. Mikrofon oldida İmron Abdug'ani Sadoi, Nafisa Abdug'ani, Asma Abdug'ani. Tayyorlab tarqatquchi Avlod guruhsi. Abduqodir binni Abduvaris Qashqari 1862 yili Otishning Mashhad yezisida Abduvaris ismli dehqon oilasida dunyoga keldi. U balaliq davrini o'z yezisida o'tkazgandan keyin Qashqar, Qo'qand, Buxoro, Samarqand, Ufa qatorliq joylarda ilm tahsil qildi. Abduqodir Damollam O'rta Osiyo va Turkiyalarni aylanish, kuzatish jarayonida tafakkur qilish orqali oxirgi hisobda yurtning, millatning kulfatlik taqdirini o'ngshash uchun cho'qim ishni ma'arifdan, madaniyatdan boshlash zarurligini to'nib yetgan. U ma'arif islohotini ilib berish uchun sarf nahvi, morfologiya va sintaksis, tahlili hisob ilmi, coğrafiya ilmi, aqoidi zururiya, negizlik aqidalar, mutoli'a hidoyat, boshlamchi o'qishliq, bidayatu sarf, leksikidin dastlabki asos, bidayatun nahvi, ta'limus sibyan, go'daklarga tarbiya, tajvid turki, miftahul adab qatorliq darsliklarni tuzib, tosh matbaada bostirib, maktab madraslarni darslik bilan ta'minlagan. U hayotining oxirgi damlarigacha ilmiy, adabiy va ijtimoiy faoliyatlari bilan shug'ullandi. Uning hayotining ko'p qismi va oxirgi umri Qashqarda madraslarda mudarrislik qilish, madaniy oqartish elib berish va islohot bilan o'tdi. Uyg'ur xalqining bu munavvar o'g'loni, ma'naviy dohisi, o't yurak islohotchi Abduqodir Damollam 1924 yili 8 oyning 14 kuni tong sahar o'z uyida yollangan bir qotil tarafidan shahid qilingan. Marhumning makoni jannat bo'lsin. Aqoidi Zururiyya. İnsanның baxtli bo'lishi va ulug'ligi nima bilan bo'ladi? Haq va rostlikni qabul qilib, uningga amal qilish bilan bo'ladi. Haq va rostdin qaysi dindir? Haq va rostdin bo'lsa, Allah Taala tarafidan kelgan islom dinidir. Undaqda inson nima bilan islom diniga kirib, mu'min va musulmon bo'ladi? Kalima tayyibani tiliga joriy qilib, ma'nosini bilib, dili bilan tasdiq va qabul qilish bilan bo'ladi. Kalima tayyiba qaysi kalimadir? La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah'dır. Bu kalima tayyibaning ma'nosi nima? Bir Allah'tan başqa hech qanday ma'bud va xoliq yo'q. Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın bizlerge avatgan elchisi va barhaq payg'ambari demektir. Qandaq kishi komil mu'min va musulmon bo'ladi? İslam dinini qabul qilib, shariatda ko'rsatilgan hukmlarga iymon keltirib, uningga bo'ysungan kishi komil mu'min va musulmon bo'ladi. Amsa iymon degan nima? Iymon degan Allah Taalaga, Allah Taala'nın farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga,
yaxshilik va yomonlikning Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladiganligiga va o'lgandan keyin qayta tirilishning haq va rostligiga cheksiz ishonishdir. Alloh taolaga iymon keltirish nima bilan bo'ladi? Alloh taolo bardur, birdir, qadimdir. Ya'ni azaldan bordir. Hech qanday sheriki yo'qdir. Alloh taolo barliq sifatlari bilan sifatlanguchidir. Har qanday ayib, nuqson va kamchiliklardan pokdir. Alloh taolaning sifatlari qaysi sifatlardir? Alloh taolaning sifatlari hayyun, alimun, muridun, qodirun, mutakallimun, mukavvinun, samiun va basirun qatorliq sifatlardir. Hayyunning ma'nosi nima? Allah tirikdir, hergiz ölmeydi. Tirikliki jism ve can bilen emas, belki özüge layık süpti bilen tirikdir. Alimunning ma'nosi nima? Allah Taala hamma narsalarni mayli oshkora yoki yoshirin bo'lsin tamamen bilguchidir. Hech qanday narsa Allah Taalaning ilmidan tashqari emasdir. Allah Taalaning bilishi aql bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan bilguchidir. Muridunning ma'nosi nima? Allah Taala iroda qilguchidir. Hamma narsa Allah Taalaning irodasi va xohishi bilan bo'ladi. Qodirunning ma'nosi nima? Allah Taalaning hamma narsaga kuchi yetguchidir. Hech qanday narsadan ojiz emasdir deganlikdir. Mutakallimunning ma'nosi nima? Allah Taala so'zligichidir. Qur'oni Karim bo'lsa Allah Taalaning so'zidir. Allah Taalaning so'zlishi til va eg'iz bilan emas, balki u o'ziga munosib sifati bilan so'zligichidir. Mukavvinunning ma'nosi nima? Allah Taala barliq mahluqotlarni yaratquchi va yo'qdan bor qilguchidir. Hamma narsa Allah Taolaning yaratishi bilan paydo bo'lgan va borliqqa kelgandir. Samiunning ma'nosi nima? Allah Taala hamma ovozni anglag'uchidir. Uning anglishi bo'lsa quloq bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan anglag'uchidir. Basirunning ma'nosi nima? Allah Taala hamma narsani ko'rguchidir. Hattoki qorong'u kechida qora tosh ustidagi qora chumulalarning harakatini ko'rib turadi. Uning ko'rishi bo'lsa ko'z bilan emas, balki o'ziga munosib sifati bilan ko'rguchidir demak. Farishtalarga qanday iymon keltirish kerak? Allah Taolaning farishtalari bordir. Ularni nurdan yaratgandir. Ular erkak yoki kishi bo'lmaydi. Ular yemaydi va ichmaydi. Ular hamisha Allah Taolaning itoatida bo'lgan ulug' va aziz bandalardir. Ularning muqarrab va mursallari, ya'ni Allohga eng yaqin va elchilik vazifasini topshirib olganlari bo'lsa, Jabroil, Mikoil, Isrofil va Azroil alayhissalomlardir. Kitoblarga qanday iymon keltirish kerak? Allah Taala bandalarni isloh qilish uchun payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilgan. U kitoblarda amri, nahi, va'di va itlar,
ya'ni yaxshilikqa va'dalar, yomonlikqa tahdidlar, bandalarning din va dunyodagi foyda ziyonlari bayon qilingan. O kitoblar Tavrat, Injil, Zabur, Furqon, ya'ni Qur'oni Karim va boshqa kitoblardir. Bu kitoblarning hammadan afzali bo'lsa Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimning hukmi ta qiyomatgacha boqiydir. Payg'ambarlarga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taolo bandalarni to'g'ri yo'lga kirgizish uchun o'z fazli bilan payg'ambarlarni avatgan. Ular insonlarni tavhid, ya'ni Alloh taoloni bor va bir deb bilish, yaxshi ish va go'zal axloqqa da'vat qilib, shirikdan, ya'ni Alloh taologa ibodat qilishda boshqa birini qo'shib elishdan va yomon ishlardan to'sqandir. Payg'ambarlarning hammasi gunohdan xoli va pok zotlardir. Payg'ambarlarning birinchisi bo'lsa Odam alayhissalom bo'lib, eng oxirgisi va hammadan afzali bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdir. Undaqda qiyomat kuniga qanday iymon keltiramiz? Qiyomat kuni bandalarning yaxshi yomon ish amallariga mukofot yoki jazo beriladigan kun bo'lib, o kun haq va rost bo'lib, o kun haqidagi Qur'oni Karim va sahih hadislarda zikr qilingan voqealarning tamoman oshkor bo'lishi haq va rostdir. Taqdirga qanday iymon keltiramiz? Bandalarning mayli yaxshi yoki yomon amallari Alloh taoloning taqdiri bilan bo'ladi. Lekin Alloh taolo yaxshi amallarga rozi, yomon amallarga rozi emasdir. Islom degan nima? Shahodat aytib musulmon bo'lish, namoz o'qish, zakot berish, roza tutish va haj qilishdan iboratdir. Shahodat aytish degan nima? Alloh taolodan boshqa hech qanday ma'bud barhaq, ya'ni ibodat qilishga loyiq haqiqiy iloh va xoliq, butun mavjudotlarni yo'qdan bor qilguvchi yo'qdir. Muhammad alayhissalom Alloh taoloning bizlarga avatgan elchisi va barhaq payg'ambaridir deb guvohlik berishdir. Namoz o'qishning ma'nosi nima? Kunda 5 vaqt namozni shariat ko'rsatmasiga muvofiq to'g'ri o'qishdir. Zakot berishning ma'nosi nima? Iqtisodiy ahvoli asli hojatidan eshib, zakot berish miqdoriga yetsa, zakot berishdir. Zakotning ma'nosi bo'lsa, molni poklash demakdir. Zakotini bermagan mol nejis moldir. Ziroatning zakoti o'shra va xirajdir. O'shra va xiraj bermagan ziroat halol emasdir. Roza tutishning ma'nosi nima? Ramazon oyida tong etishdan boshlab kun o'ltirguncha roza tutish niyati bilan yemak, ichmak va jinsiy aloqa qilishni tark qilishdir. Haj qilishning ma'nosi nima? Baytullohga berib kelguncha yo'l xarajatiga va oilasining nafiqa va ehtiyojlariga yetgudek narsaga ega bo'lgan kishi umrida bir qitim haj qilish, Baytullohni tavob qilish demakdir. Iymonning xulosasi nima bo'ladi? Muhammad alayhissalom Alloh taoloning dargohidan elib kelgan va
payg'ambar tarafidan uqtirilganligi aniq bo'lgan farmonlarga tili bilan iqror va dili bilan tasdiq qilishdir. Ilm talab qilish degan nima deganlikdir? Ilm talab qilish har ayol, har qanday insonga farzdir. Ilm dunyo va oxiratlik baxt saodatga erishishning yo'lidir. Millatning xor va zabun bo'lishining sababi nima? Ular ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik, yana biri ittifoqsizlik va ixtilofdir. Har qanday millatning xor va zabun bo'lishining sababi nodonlik va ittifoqsizlikdir. Izzat, obro'y, kuch-quvvat nim bilan bo'ladi? Ilm, ma'rifat va ittifoqlik bilan bo'ladi. Buning uchun Janobi Haq bizlarni ittifoqlikka amr qilgandir. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrılmanglar. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoladi. Qarindoshlarimizning bu kitobni ahli avlodlarga ta'lim berishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini hargiz bekor qilmaydi.